Tangsan, ruhlar zamini, Donghua afsonaviy qahramoni. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. Bugungi videoroligimiz Tangsan haqida bo'ladi. Tangsan, ruhlar zamini, Soul Land, Dalu Donhuasidagi bosh qahramon bo'lib, butun asar davomidagi eng mukammal rivojlangan, chuqur xarakterga ega va tomoshabin qalbidagi eng kuchli ta'sir qilgan obrazlardan biri. Uning hayot yo'li oddiy bolalikdan boshlanib, ma'budlar darajasiga yetib boradi. Tangsanning avvalgi hayotida Tang sektasi deb atalgan yashirin jang san'ati maktabining a'zosi bo'ladi. Bu sekta yashirin qurollar, zaharlar, mexanik tuzoqlar bilan mashhur edi. Tangsan bu bilimlarni chuqur o'rganib, mazhab tomonidan taqiqlangan eng yuqori darajali sirli bilimlarga yetib boradi. Bu qoidabuzarlik uchun u jazolanishi kerak bo'ladi. Tangsan o'z xatosini tan olib, sekta sha'nini saqlab qolish maqsadida o'zini jarlikdan tashlaydi. Shu bilan uning avvalgi hayoti yakunlanadi. Qayta tug'ilish va yangi dunyo. Tangsan o'lgach, ruhlar zamini deb nomlangan dunyoda qayta tug'iladi. U bu yerda Tanghao ismli temirchi va ichkilikka berilgan odamning o'g'li bo'lib dunyoga keladi. Bu dunyoda har bir insonda ruh bo'ladi. Ya'ni aynan ruh orqali inson kuchga ega bo'ladi. Tangsan bolaligidan boshlab boshqalardan farq qiladi. U juda sokin, aqlli, vazmin va erta ulg'aygan bola bo'ladi. U otasiga temirchilikda yordam beradi va o'zini oddiy bola sifatida tutadi. Ruhiy uyg'onishi va ikki ruh egaligi. Tangsan 6 yoshga yetganida ruh uyg'onishi marosimida ishtirok etadi. Shu marosimda juda noyob hodisa yuz beradi. Unda ikki xil ruh borligi aniqlanadi. Ko'k kumush o't ruhi va sof samo bolg'asi. Ikki ruhga ega bo'lish bu dunyoda juda ham kam uchraydi, katta xavf tug'diradi. Shuning uchun Tanghao uni ikkinchi ruhini hech kimga ko'rsatmasligini buyuradi. Tangsanda ajralib turadigan fazilatlar nihoyatda sabrliligi, do'stlariga sodiqligi, adolatparvar, his-tuyg'ularini nazorat qila olishi, kuchini faqat himoya va adolat uchun ishlatishi. U hech qachon o'z manfaatlarini boshqalardan ustun qo'ymaydi. Uning uchun do'stlik, vijdon eng muhim tushunchalardir. Shrek akademiyasi va 7lik Shrek jonzotlari. Tangsan Shrek akademiyasiga kiradi. Bu akademiya faqat eng iqtidorli va jasur yoshlarni qabul qiladi. Shu yerda umrboqiy do'stlari bilan tanishadi. Ular keyinchalik 7lik Shrek nomi bilan mashhur bo'ladi. Xiaowu, Dai Mubay, Ju Juqing, Ning Ron, Oscar, Ma Hongjun. Tangsan bu jamoaning aql va strategiya yetakchisi bo'ladi. Xiaowu bilan muhabbat. Tangsanning hayotidagi eng muhim inson Xiaowu. Ular bolaligidan birga ulg'ayadi. Vaqt o'tishi bilan bu munosabat chuqur muhabbatga aylanadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Xiaowu aslida 100 ming yillik hayvon ruhi bo'lgan. Bu haqiqat ochilgach, u barcha kuchli sektalar va ruh ustalari tomonidan ovlanadigan nishonga aylanadi. Tangsan Xiaowu uchun o'z jonini xavf ostiga qo'yadi. Kuchli dushmanlarga qarshi chiqadi. Hatto ma'budlar irodasiga qarshi chiqadi. Ruhlari va qobiliyatlari. Tangsan har bir ruh bosqichida juda kuchli va moslashuvchan qobiliyatga ega bo'ladi. Ko'k kumush o't ruhining qobiliyatlari dushmanlarga bog'lab qo'yish, jang maydonini nazorat qilish, himoya, qarshi hujum. Keyinchalik bu ko'k kumush imperator o't darajasiga ko'tariladi. Samo bolg'asi ruhi nihoyatda kuchli zarba, to'g'ridan to'g'ri vayronkor hujum. Faqat eng muhim janglarda ishlatiladi. Tangsanda ma'budlik sinovlari. Tangsan oxir-oqibat dengiz ma'budi sinovidan o'tadi va undan keyin Asura ma'budi kuchini ham qabul qiladi. Shu tariqa oddiy ruh ustasidan haqiqiy ma'bud darajasiga ko'tariladi. U ruhlar qit'asini himoya qiladi, yovuz kuchlarni yo'q qiladi, tinchlik va muvozanatni tiklaydi. Tangsan bu mehnat va sabr orqali kuchga erishgan sadoqat va muhabbatning qudratidir. Adolat yo'lidan og'maslik va o'z ildizlarini unutmaslik timsolidir. Uning hikoyasi shuni ko'rsatadiki, kuch nafaqat tanada, balki qalb va ongda bo'ladi. Sizlar bilan Donghua tahlil kanali va Uz Extreme. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Agarda Ruhlar zamini do'quvasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga Banana TV platformasini taklif etaman. Unda eng qiziqarli do'quvalar, seriallar, animelar, filmlar, hattoki dramalarni ham topishingiz mumkin. Sizlar bilan Extreme kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Banana TV platformasidan aslo uzoqlashmang.